Assalomu alaykum. Foydali maslahatlar kanalining aziz muxlislari. Bugun men sizlarni apelsin po'chog'ining sog'lik va go'zallikka foydasi haqidagi ayrim ma'lumotlar bilan tanishtiraman. Ilgari apelsin yangi yilning ekzotik mevasi sanalgan bo'lsa, hozirda uni har qaysi mavsumda topsa bo'ladi. Apelsinni ko'p sotib olib, salat, desert va pishiriqlar tayyorlash, mevaning o'zini yeyish mumkin. Bu sitrus mevadan C vitaminiga boy ajoyib va mazali ichimlik tayyorlasa ham bo'ladi. Tabiiyki, biz ko'pincha mevaning faqat etidan foydalanamiz. Go'zallik va sog'lik uchun apelsin po'chog'i juda foydali ekanligini esa unutib qo'yamiz. Apelsin po'chog'ida ko'p miqdorda organik kislotalar mavjud. C vitamini va efir moylari bilan uyg'unlikda ular terini oziqlantiradi. Teri yuzasi sezilarli darajada taranglashib, yangilanadi. Yuz go'zal va sog'lom bo'lishi uchun quyidagi niqob tayyorlash mumkin. Apelsin po'chog'ini go'sht qiymalagich yoki qirg'ichda maydalab, 2 choy qoshiq kukun oling. 1 choy qoshiq asal qo'shing. Ozgina yog'siz va shakarsiz yogurt qo'shib, quyuq massa tayyorlang. Bu aralashmani yuz terisiga surtib, 20-25 daqiqa qoldiring. So'ngra yuzni sovuq suvda yuving. Bunday niqoblar yuz rangini tiniqlashtiradi, terini yoshartiradi, yangi hujayralar paydo bo'lishiga ham yordam beradi. Yoshartiruvchi niqob tayyorlash uchun apelsin po'chog'ini qirg'ichdan chiqarib, maydalangan suli bilan aralashtiring va ozgina asal qo'shing. Muolajani haftada 2 marta takrorlang. Shunda natijasi ko'zga tashlanadi va ajinlar kamayib, shishlar qaytadi. Tishlarni oqartirish uchun apelsin po'chog'i oq rangda bo'ladi. Unda tish emalini oqartirib, xunuk dog'lar, sarg'ayishlarni yo'qotadigan tarkibiy qismlar mavjud. Bunday vositadan foydalanish oson. Apelsin po'chog'ining ichki tomoni bilan tishlarni ishqalang, ammo esingizda bo'lsin, undagi organik moddalar og'iz bo'shlig'ini iliq suv bilan chayib tashlamasa, tishlarni yemirib tashlashi mumkin. Bulardan tashqari, apelsin po'chog'i ozish uchun, yurak faoliyatini yaxshilash uchun, ichak faoliyati uchun, hasharotlarga qarshi vosita sifatida ham qo'llaniladi. Salomat bo'ling.